Minecraft lekin biz temir aslahalardan tapor, kirtka, qilich yasashimiz kerak. Qani bo'lmasam, go. Hello YouTube ahli, sizlar bilan Chris. Maqsadimni bilgansizlar degan umiddaman. Qani bo'lmasam, boshladik. Minecraft o'ynamayotganimga ham ancha bo'ldi. Bugun bor deb o'ynayordim. Video chiqarayim deb bo'ldi. Qani boshladik unda. Joy tanladik. Xo'sh. Spawndan bo'ldik. Endi daraxt chopamiz. To'rtta daraxt yetadi. Nega qo'ydim? Xo'sh. Bizga yog'och kerak. Yog'ochdan avval versak kerak. Xo'sh. Kirtka bitta kirtka yasayolamiz. Tosh qaziymiz. O'zimizga pechkalar ham yasab olamiz. Tosh qazib ana oldim. 24 ta bemalol bilan yetib boradi. Xo'sh. Biz xo'sh, ana. Endi kerakli narsalarimizni tashlab yuboramiz. Bizga bu kerak emas. Endi pechga yasab olamiz. Hamma narsam taxt bo'ladi hozir. Xo'sh. Birorni olib qo'yaman. Hali kerak bo'lib qolishi mumkin. Hamma narsamiz taxt. Endi yo'lni davom ettirsak ham bo'laveradi. Xo'sh, qaysi tomonga qarab yuraylik? Mana shu yoqqa ketaveramiz. Xo'sh. To'g'rilar bor ekan. Ularni olamiz. Qornimiz ochsa yeb olamiz. Xo'sh, endi yana bitta qopdi. Qani 64 ta torg'izimiz bor. Mana yoqqa qarab yo'l o'tlanamiz. Mushik. Tezroq tun tushmasdan qishloq yoki divan kravat topishim kerak. Qo'y bormi ekan? Piramida topdim. Suvga tushmaganimga qaranglar. Piramida, sahro. Piramida bo'ldi, lekin piramidaning oldida qishloq ham bo'lishi kerak. Piramidaning oldiga ham kelib oldik. Kirishdan avval ozroq qum qazib olamiz. Ana. 12 ta qum yetadi, 11 ta.
Bali. Buni olamiz. Xo'sh, nimalar bor ekan? O boshlanishiga 2 ta temir. O hozircha 5 ta temir bor. Endi tepaga chiqamiz. Hech narsa yo'q, har doimdek. Endi Savanta tomonga qarab olg'a. Xo'sh. Bu anetta g'or bor ekan, kirib ko'ramiz. Ishqilib temir bo'lsin-da, ekdi ushdi. Og'zanki ko'tarib qo'yaylik. Normal. O temirlar bor ekan. O boshlanishiga temirlarni olib olamiz. Ko'proq chiqsa edi. Bitta joydan 9 ta temir. Bu yoqlarda ham bormikan? Bu yoqda yo'q ekan. Qornimiz ochibdi. Targ'izib olaylik. Hozircha qornimizni targ'iz bilan amallab turamiz. Qishloq chiqsa, futflyonta non yasab olamiz. Stop. Kelinglar-da mana shu yerda temirlarni eritib olaychi. Xo'sh. Qani. Kechan tushib qopti-yu. Moblar spawn bo'ladi. O, tagimizda ham g'or bor ekan. Undan ko'ra biz o'rab olishimiz kerak. Hali ko'rishamiz. 10 minutdan beri o'tiribman mana yerda. Ertalab bo'ldimikan? Ertalab tushib o'tdi-yu. Bu o'zi 14 ta temirimiz bor. Avval o'zimizga aslahalarimiz, tapur, kirtka yasab olamiz. Hozircha bizga daraxtlar kerak. Bitta daraxt yetib boshsa kerak-ku. Yo'q. Ana endi yasadik, endi qilish olsak bo'ladi shekilli. Nega bo'lmayapti? Temirimiz nechta edi? 8 ta temirimiz bor-ku. Ana. Joylashtirib chiqaman. Ana joylashtirib ham chiqdim. Qani endi narsalarni yasaymiz. Bizga bitta kerak. Buni yo'q. Ana. Endi yana temir topsam yetadi. Hammasi yetdi. Mana yerda shaxta bor ekan, bu yerga ham kirib ko'ramiz. Sizlar ham Minecraft o'ynasanglar mana shunaqa ovozlarni eshitasizlarmi? Men eshitaman-da. Ving deydi. Asabdi bizni. Mana bu yoqlarda nimalar bor ekan? Lava bor ekan bu yerda. Lava bizga kerak emas. Mana yerda ham shaxta bor ekan. O, temir.
temirlisan. Barcha temirlarni olib oldik. Qornim och yetdi. Mana da qishloq bor menimcha. Sutaydan emalab yuramiz. Suvdan ham chiqib oldim. Ani go. Wow. Ana u narsani bilasizlarmi? Ashakka borib ko'ramiz. Shoshmanglar. Tog'li joylarda temir bo'ladi. Menimcha ashakka boramiz. O'lay deb toqqa keldim edi. Ko'millar bor ekan, olamiz. Kerakli bo'ladi-da, kerakli bo'ladi. Yetadi shuncha. O temir bor ekan. Yo'q, o yana bor ekan. Xo'sh, ana. Do'stlar, mana temir ham qazib oldik. Ko'rdinglar, yana ulgurmay qoldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Keyingi videolarda nagili narsalar yasaymiz. Like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Agarda shu videoni o'ziga bir 20 ta like bersanglar, bu videoni ikkinchi qismini nagili chiqaramiz. Qani bo'lmasam, xayr. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.